Assalamu alaykum, hurmatli Noqat Xabar 24 kanal qatnashchilari. Bugungi kunga 6-iyun 2025-yil biz Noqat rayonuna qarashli Beleruk ayылына keldik. G'aybal Ergash qatındagi o'rta maktabdan sport ayanchasida Qurbon hayitga qarata bayramlik ish-chora bo'lib жатadi. Shol yerdan ma'lumot olamiz. Bizdan olsavoy like bosib kommentar yozib qo'yinglar. O'sha bilan birga bugungi Qurbon hayit bayramimizda men o'zimning atimdan jana Noqat Xabar 24 kanalining atidan bayramimizda men qutluklayman. Barыңыздар tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Shundan birga bizga demirchi bo'lgan Noqat rayonidagi Noqat shaharına kompaniya bankdan jigitlarga tereң rozichilik bildiramiz. Ketdik anda ichkariga kiramiz. Bizdan olsavoy like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Bugungi ish kunimiz Noqat rayonuna qarashli Beleruk ayılında Qurbon hayitga qarata sportning turlari bo'yicha turnir o'tadi ekan. Ana shol yerda bir eldan demilgaç bilan medresa ochilibdir. Shondan ochilishi bo'layotgan bugun jumadan keyin. Alloh shol bilan birga bugungi juma bayramimiz muborak bo'lsin. Bizdan olsavoy like bosib kommentar yozib qo'yinglar. G'aybal Ergash qatındagi o'rta maktabdan bordik ayantida bo'lib жатadi. Ketdik unda ichkariga kiramiz. Hurmatli ona hozir kelib жатamiz. Bismillah deb. Bu yerda bir o'g'iz so'yilibdir, 3 qo'y so'yildi deb aytilib жатadi hozir. Şol yerden to'liq ma'lumot olamiz. Yosh bolalarga 3000 ta morojna aqsh tarqatiladi ekan. Motonlar. Hozir Beloyli Maktabning madaniyat xizmatkarining direktori Abdikar Mag'oz ekan. Mana shu bu. Assalomu alaykum, aytimiz muborak bo'lsin. Mayani mana qanday? Sonimi? Maşallah mana. Assalomu alaykum. Mayramazlar men. Xizmatchilar. Mana xizmatda Allah razı olsun. Berlin jigitleri, deputatlar boş bo'lib xizmat qilishdi. Allah razı olsun görüşürüz. Ол жерде nima kelgan? Assalomu alaykum hurmatli tuğanlar. Hozir Beloylining turg'uni Maqsad Qarakayevich kishini kommentar berib qo'ysa. Assalomu alaykum. Qurbon hayit bayramingiz muborak bo'lsin. O'shaning birga o'zimning atimdan, Noqat Xabar 24 kanalining atidan, jana deputatlarning atidan bayramingizni men qutluklayman. Chiqitgan ekansizlar keldik. O'zingiz kishida ma'lumot berib qo'ysangiz, shu men qanday ish-chora bo'ldi? Eldan mana qanday, qancha so'yildi, qancha kilogramm osh bo'ldi? Qancha yoshdan qancha yoshgacha shundan kishida ma'lumot berib qo'ysangiz qaragan kishini. Allah razı olsun. Assalomu alaykum, hurmatli o'rnakdoshlar, hurmatli oiladoshlar. Bardingizlardan kirib kelgan Qurbon hayit bayramimizni men chinlikdan qutlaymiz. O'sha men bir yil kela juma bayrami bo'lib qoldi. Allohim ikki bayramni berib berdi. Alhamdulillah Alloh taolo o'sha eldan demirchiligi bilan o'shuncha ish-charalar o'tkazilib o'tadi. O'sha eldan demirchiligi bilan medresa bitirdik, medresaning ochilishi bo'ladi. Bardingizlarga salom qo'shganlarga cho'ng rahmat. Bu yerda büyük el çoğulur, büyük Beleruk ayıllar çoğuluşat. Bardingizlarni chin yurakdan bayramingizga men qutlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Anan Qarakada bir sırada hozir qanchata so'yildi? Shuni ma'lumot bersangiz. Hozir bir o'g'iz so'yildi, bir 200 kilogramm jetgan. Anan bir 3 so'yildi. Dagı yaxshi oshlar demdelib turibdi. 4-5 qozonga tamoqlar uyushtiriladi. Hozir jumadan keyin bu daqsaqallar, ajat-ajinelerimiz kelishadi nasib bo'lsa, o'shaga barbiga kelib, bu yerda dasturxonda duosini berib ketishadi. Ana da sizga bir so'rov qaraka. Hozir bu yerda qancha yoshdan qancha yoshgacha bolalar bor? Bu yerga hozir общий 50 bayram bo'lganiga байланыштуу 7 yaşdan bulup 70 yaşgacha barda kelaveradi. Bu жақта oyun zoqtari bo'ladi, marojnoy tarqatiladi. Jumada kurashlar bo'ladi, churqu nimalar bo'lishadi nasib bo'lsa. Anan voleybol bo'ladi deb o'qitdi, futbol bo'ladi deb o'qitdimi? Alар kech bo'ladi. Alар kim berib turadi? Alар kim berib turadi futbol, voleybолду? Jeka sponsorlar bo'yicha. Sponsorlar bor. Har bir voleybolga, kurashga jekacha sponsorlar o'z berishadi deb uyushtirishadi. Voleybol kech bo'ladi ekan taqsir, ha? Voleybol o'sha kech bo'ldi. Futboldan kech bo'ladi ekan, ha? Mayli, sizga iyilik, Allohim o'zi qo'llasin. O'zimning atimdan
Жана Ноқат 20 Ноқат Қала 24 каналының атынан бүгінгі айт майрамыңызды көңілді өткізіп алып, ошомен бірге жұма майрамы мүбарек болсын. Аллах насip қылса, баға сүйлөшөбүз. Тинч болуң, аман болуң. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу туугандар, ушу менен көрсөтүүбүздү вакытынча аяктадык. Тинч болуңуздар, аман болуңуздар. Кудай кааласа Аллах насip көрсөтөбүз. Bizden olsa like basıp komentar yazıp koyuңuzlar.